Angliyaning nufuzli Goal nashri O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi haqida maqola e'lon qildi. Manchester City Angliya Liga Kubogi finalda Arsenal ustidan g'alaba qozongandan so'ng jamoaning charchagan muxlislari Londondan Manchesterga qaytishda poyezdda birgina ismni takrorlar edi. Lekin bu ism ularning mahalliy yulduzi Nico O'Reilly emas edi. Abduqodir Husanov qanchalik ajoyib o'yinchi, yana biri esa u haqiqiy ajdarho deya so'zlar edi. Shu tariqa City muxlislari avval ko'p ko'zga tashlanmagan, ammo maydonda qat'iyatli va ishonchli o'yin namoyish etayotgan o'zbekistonlik himoyachini jamoaning yangi qahramoni sifatida qabul qila boshladi. Poyezd shimolga qo'zg'alganda muxlislar hali ham hayajonda edi va birining aytishicha, o'zbeklar uni yaxshi ko'radi, ular uchun u Gareth Bale kabi. Shuningdek, ushbu iqtidorli futbolchini Lensdan 2025-yil yanvarda 31 million funtga Cityga olib kelgan skautlarga ham hurmat bildirildi. Haqiqatan ham Husanov Cityning 180 million funt sarf qilingan 2025-yil yanvardagi qishki transfer o'ynasidagi eng yaxshi xaridi bo'lib, klubda 13 yil xizmat qilgan Tiki Begristein tomonidan amalga oshirilgan eng oqilona kelishuvlardan biri bo'lishi mumkin.